Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Donu, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelejek shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan esa Rostov-na-Don orqali ketishingiz mumkin. Ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'zingiz uchun joy yozdirib qo'ying. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlarga joy yozdiringlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiborlar uchun rahmat.